Doriniki terisida allergiyasi bor odamlarni aptechkasida bo'lishi kerak bo'lgan 3 ta asosiy dori. Demak, birinchi navbatda antigistamin bo'lishi kerak. Biz o'rganib qolganimiz suprastin, boshqa ketotifen deydi, bo'lmaydi. Uni o'rniga hozirgi zamonaviy dorilar. Demak, lardistin bo'lishi mumkin, edem bo'lishi mumkin, erius bo'lishi mumkin. Buni siroplari ham bor, tabletkasi ham bor. Tabletkasi demak yosh kattaligi, siropi yosh bolalarga, sutkasiga bir mahal beriladi. Ikkinchisi bu albatta demak mas. Bu bo'lishi mumkin, celistaderin bo'lishi mumkin, elakon bo'lishi mumkin. Uchinchi mahsulot bu demak pantenol mahsulotlari. Pantenol, bepanten bular demak qizarishlarni, teri qurishlarni tez oladi va samarali. Sayohatga chiqasizmi, uyingizda bo'ladimi, teringizda muammo bormi? Albatta bu 3 ta mahsulot sizning aptechkangizda bo'lishi shart. Kanalga obuna bo'ling va do'stlaringizga ushbu videoni ulashib qo'yishni unutmang.